Bo'ladimi? Bepul kasb deb aytishim kerak edi. O'chir. Assalomu alaykum Komil aka. Renesansda bepul kasb o'rganish bor deyishyapti. Shu rostmi o'zi? Va alaykum assalom. Ha, bu rost. Bu shunchaki reklama emas. Bizda haqiqatan ham bepul kasbiy ta'lim yo'lga qo'yilgan. Bepul bo'lsa, albatta sharti bor-da. To'g'ri, yagona sharti bor. Bu ham bo'lsa, siz rasmiy ish joyingiz bo'lmasligi kerak. Siz doimiy ishsiz holatda bo'lishingiz kerak. Qaysi kasblarni o'rganish mumkin? Bular zamonaviy pardachilik, zargarlik, Men Po'latov Shahzod 10 yildan beri zargarlik faoliyatini yuritaman. Kimda kim shu sohaga qiziqishi bo'lsa, Yangiyer shahar Renessans markazida kasbiy ta'lim ochildi. ayollar sartaroshi, Men Rasul Vasal 15 yildan beri salon sohasida ishlab kelaman. Hammanglarni o'quv kursimga taklif qilib qolaman. massaj, Men Muhammadjiyeva Yurada 20 yillik tajribaga ega tibbiyot xodimi, 8 yillik tajribaga ega massajist. Men sizlarni Renessans o'quv markaziga professional massaj kursiga taklif qilaman. payvandlovchi yo'nalishlari bor. Bu kasblarimizni eng zo'r tarafi, siz bu yo'nalishlarda 80% amaliy o'rganasiz va 20% ni esa nazariy holatda ta'lim olasiz. Yana qanday foydalari bor? Eng zo'r foydalaridan biri, agar siz reyestrda turadigan bo'lsangiz yoki nogironligi bor fuqarolarga 1 oy davomida, o'qish davomida sizga 1.200.000 stipendiya ham ajratiladi bandlik tomonidan. Qanday yozilamiz? Yangiyer shahar kambag'allikni qisqartirish va bandlik bo'limiga tashrif buyurasiz. U yerdan vaucher olgan holatda Renessans Yangiyer o'quv markazimizga kelasiz va qolganini biz o'zimiz hal qilamiz. Bundan boshqa yana qanday yangiliklarni kutib qolamiz? 20 dan oshiq yana zamonaviy kasb yo'nalishlarini ochyapmiz. Nasib qilsa bu haqida yana batafsil ma'lumot beramiz.